U nima qo'ssa? Voqliroq turish kerak. Maktab payti ham mana shunaqa uxlab qolib, basharing yuvmasdan darsga borarding. Turay. Erim demaydi bu indeys. Bugun nima ovqat yeyapmiz? Ha, qo'limda ovqat yegiz kelib qoldimi? Navruzga shirinlik pishirsam, o'zing yemasding-ku lamatsa qilib. Voy, sallama turshi, ering bo'laman seni. Erimsan a? Uzr, sinfdosh erim. Voy, men qiz takoy ekan, qara. Chiroyli ekan. Tushunmadim. Sen shunda meni rashk qilmaysanmi? Maktabda sen bilan hech qaysi qiz gaplashmasdi. Orashtigul borib gapira olmasding. A deb makilab qolarding. Bu ham seni bir tinga olmaydi. Ha, xiringlab turibsan, asabim buzib. Maktabda shanbalikdan qocharding-ku, uyda itdek qilarkansan-ku. Boybek. Yo, ket, yo, hozir mana shu kallangga uchadi. Ovqat tayyor, shuni aytganib keluvdim. Videoga like bosib, bo'ydoqlarga yuborib qo'yinglar. Hech qachon sinfdoshga uylanmasin. Janonga bordim bir kecha